Assalomu alaykum hamkasblar. Egzimal ya'ni plashatka yo'l, asosan yo'l, qazi shularni kontrol qilish uchun egzimal formatda paletka yuklab ko'ramiz. Flash kartaga yuklaganman hozir, flash kartada bor. Egzimal faylni yuklash uchun birinchi novi papka ochib olamiz, yangi papka ochamiz. Endi bir qo'yaylik papkaning nomini. Сохранить. Papkani ichiga bosasiz, import данных kirasiz. Bu yerda XML deyiladi ekan. Yukladik. Papkani topasiz. Menda nomim xml1. Bu yerda galishkalar qo'yilib turadi. Agar tekst yuklayotganida bizga kerak emas. Sadece import semer bor. Import semer. Только shunga galishka qo'yiladi. Ostidagi avtomatik o'zib qo'yilib turadi. Okni bosamiz. Bu yerda yuklandi mana. Import данных завершен. Importirovано 0 точек. Bizga только kerak bo'lgani 154 ta треугольников, ya'ni поверхность sajda qilayotganingizda shu narsalar bo'ladi. Yuklandi. Endi papkani tanlab olishimiz kerak. Bu yerga kelamiz. Papkani tanlash uchun face açtık. Bizde reperler. Papkaya qo'ygandan keyin stranitsa bor bu yerda. Stranitsani bosasiz ya da использовать smer galishka qo'yamiz. Nega qo'yildi? Bizda bitta XML format fayl bo'lgani uchun avtomatik tanlandi. Agar sizda bir nechta bo'lsa, обязательно shu yerdan almashtirish kerak. Okey. Endi kontrol qilish uchun bizda syomka bor, razbivka bor, выносление. Bundan kontrol qilmaydi. Только вынос smer. Ya'ni shundan kontrol qilamiz. Yo'q, qo'yaylik. Bunlar треугольников, ya'ni поверхность sajda qilayotganda zaten chiqadi bular. Bu bizga o'qiymiz любой joyda. Granitsadan tashqarida bo'lmasligi kerak o'qiydigan joyingiz. Granitsadan ichkarida bo'lsa, любой joyda отметкасini beraveradi. Bu yerda mana proyektni vusatda yozib o'tdi. 196 150 da. Masalan 97 santim qazilishi kerak. 197 фактически отметка 124. Leksiyani o'qiylik. 43 santim qazilishi kerak. Proyekt отметка, фактически отметка bu. Granitsadan tashqarini o'qib ko'ramiz. Qani. Bizga vusatda bermaslik kerak. Bizga vusatda hech narsa bermadi. Bu granitsadan ozgina tashqarida turibdi. Bermadi. Endi buni ichkariga kiramiz. Ichkariga kirib сразу 1 metr 24 santimetr qazilish kerak. Bu yerda shu 37 santim qazilish kerak. Shunda. Buni plus tarafi shu ekan. Masalan, shu tochkani oldida kontrol qilib, proyektga qarab, bunday narsa yo'q. Sразу masalan, xohlagan joyingizda отметкасini olishingiz mumkin, ko'ra olishingiz mumkin. Plashatkamiz bu.